Muhriddin, hozir qarang. Qodirjon boplaymiz. Yo'q joydan. Qani. Yoqimli ishda, qarang, yo'q joydan. Agar menga obuna bo'lib, videolarga like bosgansiz, $100 shu joyda ishtir. Bitta ko'raylik. Yomon bo'ladi. Oling. Yo'q, meniki anaqa. Bo'ldi. Podpiska bosing. Podpiska bosgandim. Hozir bizdan olib ketyapti-yu uni. Bo'ldi. O'shaning uchun hamma. Bo'ldi, bitta bosing, omadingizni ham sinab ko'ramiz. Bu yerda ko'p pul bor. Ko'ramiz. Bosmagan ochiq hali, chunki bizdan anaqa ketyapti. Bo'ldi, tushundim. Qarang, 1 dan 30 gacha xohlagan soningizni ayting. 20. Mana bu ikkitasidan tashqari xohlagan tarafingizdan sanang, necha pul chiqaryapsiz. Omadingizni ko'ramiz. Sanang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2. Shunaqa ham olmadsiz. 200 ming bor deyapti. 50 mingmi? 200. Mayli, 2000 ham bo'laveradi. Qaranglar, Farg'onadamiz. Muhriddin osh markazida yangilik bor ekan. 5 barmoq. Qanaqa bo'lyapti endi? Men hozir bitta yeb ko'rdim, to'g'risi. Qozog'istonga borganda bir yegandek bo'lgandim. O'shan ta'mni his qildim. Chunki mana Qozog'istondan powerimiz kelgan. Gap yo'q. Endi demak 5 barmoq yemoqchi bo'lganlar Qozog'istonga borish shart emas. Muhriddin osh markazi Farg'ona filialida. Sog' bo'ling. Kutilmaganda bo'ldi lekin, nima deysiz? Obuna bo'lishsinmi Roshkeramikaga? Qo'yla mana, uni yutib olishinglar mumkin. O'sha meniki. Necha nomerda tikmaydi? 9. 9 meniki. Sog' bo'linglar, shunaqa gaplar.